Birinchi navbatda tadbirkor o'zini buxgalteriya hisobini qaytadan tiklashi kerak. Tiklash deganda qanday? Demak, uni faoliyat davri, demak, soliq davri 3 yil bo'ladigan bo'lsa, o'sha 3 yillik davrda qaytadan tiklab, unda qanday ma'lumotlar bor? Qancha markirovkalangan tovar kirim bo'lgan, qanchasi realizatsiyaga chiqib ketgan, omborida uni qancha ostatga turibdi, uni qanchasi sun'iy, shu ma'lumotlarni avvalo tiklab olish kerak. Tiklangan ma'lumotni bartaraf qilish choralarini ko'rish kerak. Uni qanday qiladi? Birinchi navbatda tadbirkor, demak, buxgalteriya hisobini bizda buxgalteriya hisobini yuritadigan dasturlar bor. Ya'ni o'sha dasturlarda siz uni Excelga yoki qog'ozda yuritishingiz shart emas, uni avtomatik shakllantirib, markirovkalangan tovarlarning kirimini, chiqimini, ularni tahlilini chiqarib beradigan, mana misol uchun AJNS programmalari bor. Shu programmani o'zida qancha markirovkalangan tovarlar sotilganligi va qanchasi noto'g'ri turganligi haqidagi informatsiya yuzaga chiqadi. Mana hozir kelayotgan bizga ko'p murojaat qiluvchi tadbirkorlarimiz menda deydi, ostatkamda tovar turibdi, lekin men uni narxga sotib yuborganman, lekin men markirovka bilan prihod qilganman, uni qanday qilib realizatsiya qilsam bo'ladi degan juda ham dolzarb savollar bilan kelyapti. Bunga hozirgi kunda aniq bitta mana bunday qilib nima deydi, spisat qilasan degan aniq bir usul yo'q. U usulni hozirgi savolda javobini birinchi navbatda qanday qilish kerak? Buxgalteriyani haqiqatda tiklab, o'sha narsani aniqlab olish kerak. Demak, tadbirkorlar nima qilish kerak? Tadbirkor, ikki xil tadbirkor bor. Birinchisi buxgalteriyasini sifrovizatsiya qilgan, AJNS buxgalteriyasi bor, o'zini buxgalteri bor, hammasini proses bo'yicha ishlatadi. Bu tadbirkorlar uchun alohida bitta yo'riqnoma ayting va buxgalteriyasi yo'q, AJNSi yo'q, yoki buxgalteri bo'lib turib AJNSi yo'q, yoki Excel yuritadigan tadbirkorlar uchun alohida yo'riqnoma, umuman buxgalteriyasi yo'q bo'lgan tadbirkorlar uchun alohida bir shablonni yoki nimadir yo'riqnomani yoki qadamma-qadam tushuntirib beradigan bo'lsangiz, uchala tomondagi odamlarda, ya'ni 3 ta proses aytdik-ku, birinchi, ikkinchi, uchinchi prosesdagi qanaqa risklar borligini tushuntirib bersangiz, shunda tadbirkorlarga menimcha osonroq bo'ladi. Keling Ahmadjon, 3 xil toifadagi tadbirkor misolda ko'rib chiqamiz. Birinchi toifa, demak, unda umuman buxgalteriya uchoti yo'q. U eng avvalo bu holatda buxgalteriyani qayta tiklashi kerak. Qayta tiklash natijasida, demak, sun'iy ostatka bormi, markirovkasi sotilgan holat bormi, xuddi shu narsani aniqlaydi va uni bartaraf qilish chorasini ko'radi. Ikkinchi holatda, ya'ni uni buxgalteri bor, uchoti ham bor, AJNSda hamma yo'q joy-joyda qilingan. Faqat endi uni nima qilish kerak? Bu holatlar bor yoki yo'qligi bo'yicha audit o'tkazish kerak. Tashqi auditdan foydalanib, uni audit natijasida o'sha markirovkalangan holat bo'yicha uchotidagi yana qaysidir bir soliq risklari bo'yicha aniqlik kiritib olish kerak. Uchinchi toifadagi, demak, hozirgi eng katta risk bu uchinchi toifa. Hech qanday bu risklar haqida o'ylamasdan ko'zini boylab olib, tikkasiga ketayotgan tadbirkor bor. Ertaga bu soliq tekshiruvlari uchun tayyor, nima deydi, o'lja. Shuning uchun uchinchi toifadagi odamlar, tadbirkorlar bu holatda buxgalteriyasini yo'lga qo'yishi, uni qayta tiklashi, uni raqamlashtirishi va to'g'ri va kerakli o'sha o'zini mutaxassisini olib ishlatishi kerak bo'ladi.